Hürmetli vatandaş, keçirinler, küçükün ömrü. Bu yakı avar olup kaldın. Aldığınları çıkamadım, keçirinler vatandaşlar. Bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa giriyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü İslah 2024 yıl 9. ayının 22. günü vatandaş. Bu işki 3 gündeki vaziyetler karışak bugünden başlaylı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Joe Biden üzden toğulğa yurtada 4 devlet başlıkları Avustralya, Hindistan, Japonya cümleden üzü bir yığın açtı. Bu yığında oturup koygan fikir 2 cümle söz. Mesela dedi ki hazır Cungo Cenubi Deniz da dibeylep haybi kılıp kelivatıda. Bunun devlet kanda takabül duruş meselesi şundakla. O haybi kılıp keliş bilen birge bizni sınap bekavatıdı diyen bir gepni kıldı. Ondan başka Hazır Xi Jinping'in beşiği eğer gün geldi deydi. Xi Jinping'in beşiği eğer gün geldi deyen de memleket yakı Cungo memleketi içindeki iktisatının ahvali, yakı hakimiyet içindeki hukuk görüşünün ahvali ve yakı hakimiyet bilen, siyasi hakimiyet bilen pırala oturuşki ziddiyet. Çünkü yakından beri Cungo'da üyede nemayiş ve narazılık hareketleri 101 işke ve bunda hareketlerin ketim sani köpüğü işke başladı vatandaş. Şuna işke cümle söz biri Xi Jinping'in beşiği eğer gün geldi. İkincisi hazır Cungo diveylep kelivatıdı. Bizi sınap bakmakçı bolavatıdı. Bu bir vaziyet vatandaş. Yani ikinci noktada yani bir vaziyet ne medisiniz ötkendi bir silahı sözlüğünde. Mesela 9. ayının 10. günü Japonya'nın başlangıç mektebi Şinjin şehirde kurulgan başlangıç mektebi ve bu mektepten 10 yaşlık okuyucusunu kepi kündüzde halka alem aldı da bıçaklap yaralandırgan kiyen davalaş ünüm vermey kaza kıldı bu yiğit yaki bu balah deyilgen haber idi. Şu vaxta intayin esenişlik vatandaş. Yol üstü de şeyleri söylenip kalan gap bu balının. Bu haber dünyanın bir olduğu hazır. Bütün dünyanın diyendeki haberler yetip geldi. Şunun münasebetlik Japonya Taşkı İşler Ministerliği ve hatta Japonya Veziri Fumio Kishida ifadə bildirdi. Söz ibarla tələbbüzdən aitə eğer. Şu vəcdəmə qanda hazır en asaslı gep Cungo'da ticaret kılıvatkan Japonya şirketleri bütün aile tava batırığı uftırış kılıp derhal Cungo'da çekiniş. Onun üstüge andın şirketlerimiz Cungo'dan çekiniş. Başındak bir çakırak oturgu çıktı. Dep bazı doğru betlerde bu haberler gelişki başladı vatandaş. Şunundaki yani bir haberde ne mi değildiyse Cungo halamaydıgan iş yüzbedi. Çünkü Cungo yüzü kepi kündüzdü başındak adam öldürüşten ibaret pace. Yani 101 işige yol koydu ya ki şundak bir içtimai cemiyet hazır bankisisi Cungo'da yetilip geldi. Bu vesileyle nispeten çet el bulup hazır günde muşu vakana ilgisi boğan ya ki muşu vakaya dahil boğan Japonya
ifoda bildirip şirketlerini çekindirdi. Şunun içinde bir haber yazgıcı yoki fikir qilg'ich shunday yozibdi. Shanxaydayken ishlaydigan odatdagi oilaga vatandosh Shanxayda Yaponiyaning bir şirketida ishlaydim. Bu şirkette bajeli şu o bu chiqimlarni chiqarib o'tganda menga Yaponiyaning şu şirketi yillik maaşım hesabida 200 ming yuan pul beradi. Yillik hesabım 200 ming yuan pul beradi. Men bu pul bilan 5-4 aileni bola chaqamni boqatdim. Hozir bu şirket qoldi. Yani menen qo'limga kirdigan, yilda kirdigan 200 ming yuan maaşmı? Şunun bilan tugadi. Demek mana Jungoliklar özü paydo qilgan fojia oxiri, yani Jungoliklarning zimmasiga tushib, yana ashundaq achinishli voqea yoki fojia paydo qildi deyishga bo'ladi vatandosh. Undan boshqa yana bir vaziyatimiz, masalan nima deymiz desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining ikkinchi qo'l davlat mahkamasining ikkinchi qo'l rahbari, yani muavin davlat ishlar kotibi Kurt Campbell bu qatam davlat majlisida guvohlikdan o'tganda so'zlagan nutqi. Bu nutqda shunday jaranglik so'zlabdi ham, bak joyida so'zlabdi deylik biz buni vatandosh. Buningga mavzu qanday qo'yildi desangiz, mavzu Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Jungo Amerika tarixidagi eng zo'r xaris deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 9-oyning 20-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Endi bunda Kurt Campbellning eng meg'izliq, ya'ni hozir Amerika uchun aytganda bir siyosat xarakterli so'zlagan bir abzas so'zi mundaqki vatandosh. Kurt Campbell ikki partiya a'zolariga mundaq ko'rsatdi, guvohlik berish yig'inida. Amerika o'tgan 20 yilda tashqi siyosatni izchil O'rta Sharq va Janubiy Osiyoga qaratdi. O'rta Sharq hozirgidek degandek, Janubiy Osiyo degan ehtimol bu yerda Afg'onistonni Janubiy Osiyoga tava deb qaraganda ahvol shunday bo'ladi albatta. Bu yerda Kurt Campbell nima dedi? Amerika 20 yildan beri tashqi siyosatni Janubiy Osiyoga va O'rta Sharq qaratdi dedi. Gerçi bu rayla muhim rayla bo'lib hisoblansa-mı, lekin Amerika hükümeti allaqachon tunib yetdiki, Amerika endi Tinch okean rayoniga texmi ko'p mablag' solib iqtidorini ishlatish kerak. Ve Hindi Tinch okeanining murakkab geopolitikalik siyosiy vaziyatiga taqobil turishi zarur. Mana buni o'tandek abzaslaymizda bundan ko'rib olganimiz bo'lsa, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati burun Janubiy Osiyo O'rta Sharqda edi, endi Hindi Tinch okean rayoniga yetib keldi. Yoki Hindi Tinch okean bu siyosatning obyektiga aylandi. Bu yerda Hindi Tinch okean rayonida nayt murakkab geopolitikalik siyosiy vaziyat bor. Bu vaziyatga Amerika Qo'shma Shtatlari taqobil turishi kerakdir. Ham geopolitikalik deganda rayon xarakterli vaziyat desangiz, Janubiy dengiz Tayvan bo'g'izida Tayvanning ishi, Tibetning ishi, Osiyoda Uyg'urning ishi qatorliq masala amaliyotda geopolitik, ya'ni rayon xarakterli siyosatga to'g'ri keladigan rayonlar. Şuna hozir bu yerda bir abzas, mush abzasni angladingiz? Kurt Campbellning degan so'zdan Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati hozir endi Tinch okean rayoniga yetib keldi. Burun O'rta Sharq va Janubiy Osiyoda edi. Bu gap mana bu shunday. Ondan yana bir vaziyatimiz nima desangiz vatandosh? Bu vaziyetimiz o'tganda sizlar
yetkazak bəzi. Məsələn, 9-cu ayının 10-cu, 11-ci günləri o deymi? Bir düşənbə günü, həftənin birinci gündən başlandı o. Amerika mətbuatları dedi ki, bu həftə, yəni Cungo həftəsi buludu dedi. Devlet Meclisi'nin Cungo həftəsi. Amerika'da Cungo həftəsi buludu değildi. 30 parça kanunlarya oturuq koyuldu. Bunun içinde bir qancısı Avam Palatası da makullandı. Hazırmış 30 parça kanunlaryanın 28 parçası Cungo'ya münasebette kanunlarya bulup oturuq çıktı vatandaş. Endi siz buna dikkat kılın. Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi 11 nafar senatör, Kengash Palatası 11 nafar senatör qo'l tutuşup, Cungo Kompartiyasi bilan umumyüzlük qarshilashadigan qonun tuzishni ilgari surdi. Mavzuli xabar 9-ayning 20-kuni Jungoga nazar to'rbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti nopozliq senator Jim Rich umumyüzlükte qabul turgan Jungoga umumyüzlükte qabul turgan qonunlarga o'tirib qo'ydi. Bu orqali Amerika Qo'shma Shtatlar va Amerikaning ittifoqdoshlarining Jungo bilan bo'lgan strategik raqobatda g'alaba qilishining asosini yaratmoqchi bo'ldi. O'tgan kış boshqarma 30 parcha qonunlarga u boshqa pozitsiyada senatorlar kelyapti. Jim Rich boshchiligida 11 nafar senator Jungoga taqobil turgan qonunlarga ma'qullash yaratmoqchi bo'ldi. 2024-yil strategiya qonun loyihasi mavzusi. Mavzuluq bu qonun loyiha Jungoga qaratilgan intayin muhim tadbirlarni o'z ichiga oladi. Birinchi, chet el go'mosh tillarini tizimlashni o'zgartirish qonun loyihasi. Chet el go'mosh tillari degan masalan, bosh el shuning ichidami emas bilmaymiz. Ama matbuatlar, muhbir cemiyetlari, yani qandaq ilim-fan cemiyetleri degandakmi shundaq. Chet eldan kelib Amerikada faoliyat qildigan tizim qoldirdi Allah'ını. Bularning hammasi yani qandaq tizimlash masalasida buni qonun loyiha chiqarib o'zgartishni o'z ichiga oladi deydi. Chet ellik raqobatchilarning savdo va dallallik faoliyatlariga berilgan xalos bo'lishni amaldan qoldirish, ya'ni kechirim qilish huquqini amaldan qoldirish. Chet ellik savdogarlarga va chet ellik dallallarga. Yani lobbichilik demda bizning ba'zi odamlarning og'ziga tushmaydi ekan lobbichilik degan. Shu odamlarga o'xshaydi. Dallallik qiladigan odamlarning bularga berilgan imtiyoz amaldan qoldirishdir. Xalos bo'lishni yoki jinoiy jazoga tortilishdan xalos bo'lishni amaldan qoldirish va Adliya ministrligiga texnik ko'p tekshirish huquqi beradi. Ikkinchi, qonun loyihada Jungoning Amerikadagi benormal ta'sirini azaytishga kuch chiqaradi. Cümleden bilim xazinalarining bilinish darajasini yuqori ko'tarish. Amerika oliy maktablarida alohida shart-sharoit ostida i'oni qabul qilishni cheklash. Balki Jungo tarafning Amerika diplomatlariga g'ayri muomala qilgan qiliqlarini fosh qilish. Uchinchi, Spirlashgan qatnash va energiya manbalari sohasi va muhim nuqtaliq strategik aslahalar qurilish planini yo'lga qo'yish, ta'minlash liniyalarining bexatarligini kuchaytirish, sherik davlatlarga qaratilgan savdo qo'rg'onlarini amaldan qoldirish yoki azaytish. To'rtinchi, ko'p turli tadbirlarni qo'llanib Jungoning benormal iqtisodiy faoliyatlariga taqobil turish, jumladan monopoliyalik iqtisodiy islohot qarshi iqtisodiy zo'ravonlikqa taqobil turadigan yangi plan tuzish
hem de Dünya Bankası'nın Cungo bankaları bilen tüzgen kesbi toxtamlarını çekleş. Oxşaşlı Amerika'nın çat elgi meblağ seliş komitetinin tekşürüş dairesini kengaytiş. Devletinin bexatarlik tehdit salıdığan yezigilik meblağını selişlerini başkuruş dairesi geliş. 5. Cungo'nun adamsız aeroplanlarının otları şarkı tarqılışın çekleş arkalık raketalarına başkuruş tüzümünü tertip kesilip Avustralya, Amerika, Angliya 3 devlet hemkarlığın ilgi sürüp halkara bexatarlikni küçeytiş ve kapaletki kılış. 6. Tayvan yana başka Cungo'nun tehdidiga duş kelgen şerik devletlerini kollaşını küçeytip bölümle organlar arkalı hizmet grupsi kurup Cungo qartılgan iqtisadi import qilish tadbirlarini avval planlash. 7. Amerikaning xalqaro tashkilotlardagi manfaatini va kishilik huquqni qo'llash, maydonini qo'g'dash, himoya qilish. 8. Amerika hukumati yordam bergan Cungo Amerika birlashma biologiyalik tadqiqot turlarini boshqarishni kuchaytirish. 8. ayının 21. günü Fevkalade Komitetinin başlığı Moliner hazır bu tetkikat Amerika şirketleri ağırlaştı bunu çekilişimiz gerek diye ne diye. Şundak mı? Onun denkeni 30 baş kanun layığını içinde şundak bir kanun layığını biz silahı tapşırdık. Şundak mı vatandaş? Endi bugün bu Jim Reed senatör başçılığındaki 11 nefer senatör yani Cungo ile karşılaşır. Umumiyüzü karşılaş için kanunlayı maqıllaş doğrusu da teklif sınıftı. Endi bunun mezmunu, bu kanunlayının mezmunu, muşum mezmunla bu iş tüzülüşü gerek dep körüstülüptü. Bunun 8.'si de biyologiyelik. Biyologiyelik tadqiqat türlerine nazaret kılışını küçeytiş. Senatör Jim Reed bayanatımında ko'rsatdi. Bu kanunlayı Amerika ve ittifaqdoshlarning qo'g'dashini maqsad qiladi. Balki amaliy unumli tadbirlarni yo'l qo'yish orqali Jungoning strategik raqobatiga taqobil turish. Senatör Jim Reed mundaq ko'rsatdi. Hazır amaliy harakat qo'llanadigan vaqtdir. Diqqat vatandaş. Hazır dedik, qonun loyiha tuzdik. Demak, bugungi vaqt Jungoga amaliy harakat qo'llanadigan vaqtdir. Ko'p tadqiqot va doklad berish masalasi emas. Hozirgi masala ko'p tadqiq qilish va ko'p doklad berish masalasi emas. Belki vaqtni ching tutib harakat qo'llanish vaqtida. Tushundingizmi vatandosh? Demak, Jungo qarta taqobil turdi ekanmiz, qarshilashdi ekanmiz, vaqtni ching tutib hozirdan boshlab qo'l solish kerak. Doklad berish bilan tadqiqot elib berish bilan cheklanmaydi bu ish hozir. Mana bu jamiyat senator Jamresh va 11 nafar senatorning Jungo to'g'risi yana qonun ma'qullash to'g'risida qonun loyiha o'tirib qo'ygan qonun loyihaning mazmuni yuqorqi 8 nuqtadan iborat. Buning imzo qo'yganlar, nima qonun loyihani birlikda o'tirib qo'ygan senatorlar Pet Rector, Todd Young, John Brasso, Mike Crawford, Shelley Moore Capito, Bill Casey D, John Sullivan, Mitt Romney, John Karen qatarlıq senatorlar imza qo'ydi. Esingizda bo'lsin, 10-11 kunlari 9 ayning bir hafta Jungo haftasi. Endi uning keyindan senatorlar 11 nafar senator o'tirib chiqib, yo'q qonun loyihani o'tirib qo'ydi deydi vatandosh.
Anandaki yana qo'shimcha vaziyat jiddiyligidan aytganda nima desangiz hozir? Desangiz hozir vatandosh endilikdagi xabarimizda masalan Filippin bilan Jungoning o'tirisidagi munosabat jiddiyligida, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Filippin hukumati qancha qatam ogohlantirish basimi Jungo norozilik bildirsimi Jungo buningga pisand qilmay Filippin dengizi va shu Janubiy dengizni voqea paydo qilishga boshladi. Shuning uchun bu yil 4-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining Taypon belgilik raketasining harbiy bazasi Filippinda qurilgan edi. Birlashma manevr elib borgan edi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Filippin. Birlashma manevr tugagandan keyin bu raketani elib ketmay, ya'ni shu joyda qoldirdi vatandosh. Bu Jungo uchun intayin zo'r tahdid ekan. Masalan, qanday tahdid ekan desangiz, men mavzuga qarang. Jiddiylashdi, Xitoy jiddiylashdi. Qancha qatam norozilik bildirgan bo'lsam, e'tibor bo'lmadi Xitoyning oldida. Beijing raketa yetib boradigan doiraga kirgizildi. Poytaxt Beijing etilish musofasining oxirgi bekiti, ya'ni raketa yetib boradigan doiraga kirgizildi. Mavzuli xabar 9-oyning 20-kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi. Buningda nima deyildi desangiz hozir Jungo dengiz armiyasining 70%, Jungo havo armiyasining 50% dalmush raketa spisi raketa qo'yib beradigan bazaning nishon doirasiga elindi deydi. Ana albatta Jungo cho'chiydi da vatandosh. Tushunammi? Demak bu vaziyatni keltirib chiqargan Jungo o'zi uningdan keyin bu vaziyatga taqobil turish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari endi Filippin birlashib yuqorida harakat qildi degan gap vatandosh. Endi sizlarga deydiganimiz yana bir xabarimiz nima desangiz, men bugungi qisqa xabarlarda anglab qo'ysiz buni. Birinchi ekranda Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytib keldi. Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytib kelishi kerak. Doktor Yumovchun 9-oyning 22-kuni aytib. Bu doktor Yumovchun degan ayni vaqtda sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning ishxonasida birlikda ishlagan odam. Hozir Hodison tadqiqot o'rni Jungo bo'limining boshlig'i. Bu odam mushqatimqi vaziyat oldidan Tayvan qaytib keladi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga va qaytib kelishi kerak. Bu yerda ishga gap bor vatandosh qarab turadi. Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirishi kerak. Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qaytib kelishi kerak. Ikki ma'nodagi hukm. Buni keyin tahlil qilaylik. Bugun buni qoldirib qo'yib, eng muhim ma'no qarab turing. Amaliyot moslashdi. Xi Jinpingning huquqli o'rni ta'virni ishga boshladi. Torbetlar yuraklik hukm qildi. Siyosiy hokimiyatning oxirgi kunlari yetib keldi, dedi torbetlari. Siyosiy hokimiyatning oxirgi kunlari yetib keldi. Jungoda amaldorlar Xi Jinpingning tanlangan asarlarini o'qimaydigan bo'ldi. Chimpokong 9-oyning 22-kuni YouTube vatandosh. Yuqorida ko'rib o'tdik, masalan prezident Joe Biden bu qatim 4 davlat yig'inida yoki 4 davlat suhbatida o'zining yurtida bu qatim mehmondorchilik sohibxonlik qilib chaqirdi. Shu yig'inda degan gapini boshida nima dedik? Jungo hayva qilib kelyotdi, ehtimol biz sinab boqmoqchi bo'lyapti Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlari sheriklarini dedi. Ondan bir jumla nima edi? Xi Jinpingning beshig'i eg'ir kun keldi dedi. Mana Chimpokong nima deydi? Huquq davrinib qoldi. Ondan to'rdoshlar Jungoda to'rbachilar nima deydi? Hozir Jungo siyosiy hokimiyati gumron bo'lishga yetib keldi. Oxirgi zaman
Çünkü Kompartiyasiga oxirgi zaman yetib keldi. Bugungi vaziyatimiz musho vatandoshlar. 2 kun saqiltib qo'ydim, kechiringlar meni.